etdi. Saylovchilar ro'yxatiga kiritilgan 20 million 461 ming 805 nafar saylovchidan 17 million 951 ming 667 nafari qatnashdi. Bu saylovchilar ro'yxatiga kiritilgan saylovchilarning 87,73% tashkil qiladi. Shavkat Mirziyoyevni yoqlab 15 million 906 ming 724 nafar saylovchi yoki ovoz berishda ishtirok etgan saylovchilar umumiy sonining 88,61% ovoz berdilar. Xatamjon Abdurahmonovich Ketmonovni yoqlab 669 ming 187 nafar saylovchi yoki ovoz bergan saylovchilarning %73%. Narimon Majidovich Umarovni yoqlab 619 ming 972 nafar saylovchi yoki %46% saylovchilar ovoz berdi. Aziz do'stlar, shunday qilib dastlabki natijalarga asosan 2016-yil 4-dekabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzod Shavkat Mirziyoyev g'olib chiqdi.